pul bilan hal bo'lmaydigan narsalar bor dunyoda. Aytadi, pul bilan hal bo'lmaydi, ko'p pul bilan. Yo'q, goh holatlarda do'ppitor kelib qoladi. Ko'p pul bilan ham hal bo'lmaydigan holatlar bo'ladi insonda. O'shaning uchun muammo deysizlarda, agar sizni problemangizni, muammoingizni pul bilan hal qilib bo'lsa, bu muammo emas. Bu xarajat xolos. Muammo qachon bo'ladi? Sog'lig'ingiz bilan bo'lgan katta muammo bo'ladi va ko'zingiz turpoqqa to'lganda muammo bo'ladi. Ulgurmadingiz bu hayotda. Biz shunchalik asli ojizmizki, o'zimizni kafanimizni o'zimiz kiyolmaymiz. Tasavvur qiling, boks qilasiz, tachka qilasiz, dunyolarni buzasiz, lavozimlarda o'tirasiz, og'ir insonlarga aylanib ketasiz. Tijoliy люди deydi. Tijoliy люди degani ko'p odam tushunadi. Tijoliy люди. Bitta qo'l qo'ysa, bitta viloyat taqdir hal qiladigan insonlar bor. Lekin shu insonlarni jamiki hammamiz shunchalik ojizmizki, o'zimizni oxirgi kiyimimizni ham kiya olmaymiz.